Hamma kollagenlar ham hayvondan olinmaydi. Laboratoriyada sun'iy tarzda yasalgan kollagenlar ham bor. Bunaqa kollagenlarni Jolovitskiy rekombinantniy kollagen deyiladi. Xuddi shunaqa sun'iy kollagendan yasalgan preparat, ukollar ham bor. Buni nomi Karizma. Sun'iy kollagenli ukollar ham juda ham ko'p. Bunaqa brendlar ham, preparatlar ham ko'p, lekin men aynan italyanskiy Karizma preparati haqida sizga ma'lumot bermoqchiman. Karizma preparati 2021-yil rasman Yevropada chiqqan. Italiyada Taumed degan farmatsevtik kompaniyasi tomonidan ishlab chiqarilgan. CE sertifikati bilan tasdiqlangan va preparat rasman 3-toifali tibbiy mahsulot sifatida ro'yxatdan o'tgan. Bu kollagen kimlar uchun? Bu kollagen asosan yuzida turg'uri bo'shashgan, elastiklik yo'qolgan, yuzida mayda ajinlari bor, yuzida lyoqki chuqurliklari bor, lyoqki postaknilar qolgan yuzlarda va dog'li yuzlarda, quyosh ta'sirida qarib va kuyib qolgan yuzlar uchun tiklanish uchun qilinadi va operatsiyaga kirish va operatsiyadan oldin va operatsiyadan keyin qilinsa reabilitatsiya osonroq o'tadi. Va har xil shlifovka yoki shunga o'xshash apparatni kosmetologiya uchun tayyorgarlik sifatida qilinadi va apparatdan keyin ham qilinsa yana ham rezultat kuchliroq bo'ladi. Dog'li yuzlarda, yuzini oqartirmoqchi bo'lgan yuzlarda, quruq yuzlarda, yuzi quriyotgan deydigan odamlar uchun qilinadi. Yana qachon qilinadi? Qachonki plyajga ketyapsiz, qachonki quyoshli shaharlarga dam olishga ketyapsiz va nima qilishni bilmaysiz, teringizga qanaqa hod qilishni bilmaysiz. SPF sursam bo'ldi, yetadi deb o'ylaysiz, lekin yetmaydi. Plyajga ketishdan oldin yuzni kollagen qilib, quyoshga tayyorgarlik sifatida qilinadi va quyoshga chiqqaningizda kollagen sizni yuzingizni kuyishdan, qarishdan, ajin tushishidan himoyalab beradi. Bu funksiya любой kollagen ukollari uchun amal qiladi. Nafaqat Karizma, Lineris, Karizma yana boshqa любой kollagen ukollari quyoshdan zo'r himoyali. O'zbek ayollari uchun Karizma preparatining plus taraflari: Karizma O'zbekistondan registratsiyadan o'tgan, ofitsialni. Bu degani preparat xavfsiz va original va qonuniy olib kiriladi. Shuning uchun kelib tezroq olinglar. Podpiska va like bosib qo'ying. Keyingi videoimda Karizma preparatining sostavlarini razbor qilib beraman.